barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Dilisa Normurodov kanali. Xo'p do'stlar, bugun videoroligimizda nima qilamiz? Videoning nomidan ko'rib turganingizdek, biz yangi keladigan kartalarda, ya'ni xuddi Dynamic Players'ga o'xshagan keladigan agentlarni ko'rib chiqamiz va aytamiz. Xo'p do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bundan ham ko'p kontentlar shunga qarab chiqadi. Do'stlar, hozir sizlarga o'shalarning rasmini ko'rsataman. Tak, do'stlar, mana ko'rib turishingiz mumkin. Xuddi mana shunday tarzda kelishi kutilmoqda. Cristiano Ronaldo 87. Bemalol yuzlarni 7 talab chiqarishingiz mumkin, 6 talab, 5 talab xohlasanglar. Va full bo'la oladi. Lionel Messi ham xuddi shunday. Va bu yerda Kevin De Bruyne 86 lik bo'lib kelishi kutilmoqda. Va James Rodriguez ko'pchilik olmoqchi bo'lgan. Keyin Real Madridning avvalgi darvozaboni Keylor Navas, keyin Cole Walker hamda Yoshko Guardiola va Ivan Perisic. Bularni qanday olasizlar do'stlar? Bilsanglar agar, o'tgan yili kartalar keluvdi, ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, bilasizlar do'stlar, o'tgan yili kartalar kelgan edi va shu yil ham yashil kartalar kelgan edi va uni qanday olamiz degan savollar bor edi. Sizlarga tushuntiraman, mana bu 371 ta legendarniy agent, mana shu legendarniy agentni bitta bosasizlar va random orqali sizlarga o'sha Ronaldo, Messi yoki Kevin De Bruyne mana shular tushadi. Lekin bittada tushmaydi do'stlar. 371 ta olmos bo'lsa, buni bosaverishinglar kerak. To'lka legendarniy agentlarni ko'paytirganlar juda omad kelib tushib qolishi mumkin, lekin bu bittada tushmasligi ham mumkin do'stlar. Sizlarga masalan mana Ashraf Hakimi tushib qolishi mumkin sariq kartali. Do'stlar, bu random orqali u tush foiziga qarab beriladi. Xo'p, albatta bu haqida men ham videorolik qilaman. Bitta agent ochib ko'ramiz, futbolchilarni kuchaytiramiz, xudo xolasa. Sizlar faqat podдержкада o'tirib turishinglar kerak. Xuddi mana bu yerda bo'ladi, mana kirgan o'zi kartalar turgan bo'ladi. Keyin bu yoqqa kirib, ya'ni mana bu yerdan ochsam bo'ladi va o'zi agent deysizlar yoki undan boshqacha bo'ladi, shunday avtomatik bu yerga kiradi va 371 ta olmosni bosib, albatta futbolchini sotib emas, agar tushsa uni ola olasiz. Agar tusha olmasa, omadingizga bog'liq u. Mana shu narsalarni aytmoqchi edim do'stlar. Sizlar bilan bugun har doimgidek Dilisa Normurodov bo'ldi. Albatta keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Doimo podдержкада bo'lib turinglar, mana shunaqangi videolar chiqishi uchun. Albatta keyingi videoroliklarda biz futbolchilarni kuchaytiramiz, xudo xolasa, va o'sha aytganimdek, o'sha qora kartali futbolchilar kelsa, mana bu yerdan olishga harakat qilamiz. Sog' omon bo'linglar.